bo'yim o'sadimi? O'sadi o'g'lim, o'sadi. Hammani bo'yi qator bo'ladimi? Hammadan ham baland bo'ladi. Zo'r ekan-ku. 1, 2, 3. Dada, necha soat turishim kerak? Bir 4 soat tursang bo'ladi o'g'lim. Bo'yim o'sgandan keyin jo'ralari maktabga ahmoq qilmaydimi? Ahmoq qilmaydi o'g'lim. Enasini ko'rsataman ahmoq qilsa. Da, qattiq o'tirtamiz. Eshitmag'man, kuylari jittilla. Dada, nimani yo'g'i sasib ketyapti. Alo, kuchukni yo'g'i. Shing bo'lmasin, bo'ying o'sadi. Qimillamay tur o'g'lim. Qancha o'sibdi dada bo'yim? Yarim metrdan ham ziyod o'sibdi. Yo'q-a? Dadang seni allab yuribdi. Sen 1 gram ham o'zgarmasan ham o'smaysan sen. Dada, ana shu meni maktabga ahmoq qilaydi-da. Tug'ilganiga pushaymon qildiraman o'zimni. Yana neyam ko'r. Menani o'zi burgachar maktabga borsam u gapsingni berma. Agar bermasam o'timni kesib qo'yaman. Dada, baqqa nima keldi? Baqqa bor-ku, davlat tomonidan qurilayotgan yangicha maktab. Mana shunga seni o'qitamiz. Baqqa ahmoq qilmaydimi? Umuman ahmoq qilmaydi. O'yimizga uzoq-ku. Men ham garang emas, o'g'lim. Shuni bilib, Sokin turar joy majmuasidan bitta uy olyapman. Bu yerda afzalliklari bor-ku, boshlang'ich 100 ta xonadonga 72 oyga bo'lib to'lashga berar ekan. Zo'r ekan-ku. Undan tashqari bitta uy, bitta Cobalt 2 olsang bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Buning uchun borku, 15-avgust kuni bu yerda sotuvi boshlanadi. Ana shunga boshlang'ich 100 ta xonadonga ship ulgurib qolish kerak. Dada, bog'chasi ham bor ekan. Bog'chasi ham bor, yoniga yangi bulvar ham qurilyapti. Zo'r joydan olibsiz-a, uy. Bu yerda lokatsiyasini qara. Oltin Samarqand yangi mostdan shunday chiqqandan chap qo'lga. Sentrga ekan-ku. Sentrga. Ulim, maktabga borku, bironta seni maydachi deb ahmoq qilsa, menga aytasan borku, aptini borku, to'rbuchaq qilib taylayman. Tushundingmi? Ha. Burgacha, bo'ying o'smabdi-ku. Dada, bo'yim o'smabdi-ku. Siz bo'yim o'sdi deb allaysiz. Men kirmayman maktabga. Ketdim uyga. Menangni emgur. Javob. Qisqa vaqt ichida hali hech kim bunaqa million qilmagan, qo'yadi. Yog'laring sizlar uchun ustozligimni oshirasiz. Jumanazar qo'shiq aytdingmi? Deshta qani? Meni keng xotinim bor, lek kuchim yetmaydi. Ya, jo'ra, buni Instagramga qo'yolmaymiz. Nimaga? Bo'lib yotdi-da. Shavkat akamiz yo taxlab beraysizmi aka? Yo taxladingizmi? Taxlaganmiz. Qo'ying qani? Meni keng xotinim bor, lek kuchim yetmaydi. Meni boshqa dardim bor. Bu 200 kilo yo'q. Aka, shu qo'shiqdan, shu ovozdan shuni chiqardingizmi? Gap yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana bizlarda nechta qo'shiq yozsak, mana Shavkat akamiz mana shu ovozdan, mana shu chiroyli qo'shiqchani taxlab beribdi. Aka, baraka toping. Jumanazar bilan ishlash qiyin emasmi, aka? Yo'q. Gap yo'q. Bardoshingizga qo'ying, aka. Aka, lekin ofischani ham chotki qilibsiz, studiyani, aka. Omadingizni bersin, aka. Aka, qanday? Mazhabning nomi nima?
Ya qapqorami? Nima yotdi Shohjahon? Salit. Salit. O bitta ayting. Salit. Ay. Jumaka nima bu? Salatmi? Ana Jumaka to'g'ri. Salat ekan. Assalomu alaykum maga. Mazza qilamiz a? Ha? Güzel bo'libmi? Zo'r bilan. Hammaga to'ylar xayrli bo'lsin. Shohhasan aka qachon jang endi? Menga farqi yo'q. MMA qachon jang bersa o'sha kuni. Aka qancha gonorar bo'lish kerak jang bo'lish uchun? Bepul. Bepul ha? Mana shu video 100 ming like bo'lsa, nasib bo'lsa jangni o'tkazib yoramiz. Ha, belli hazırlashdik-ey. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu oyoq kiyimni necha pulda o'ylaysizlar? Chista Xitoy. Mana shu oyoq kiyim atiga 75 ming so'm ekan. Hozir men aytganga men ishonmagan edim. Hozir uyga kelib mana katta avyomni ko'rdim. Mana. Dona olasizlarmi, Optum olasizlarmi 75 ming so'mdan ekan. Brend. Hammasi brend deyapti mana oyoq kiyimchilar. Shu original. Yengil oyoq kiyim desangiz, mana yangicha dizayn. Kimga shunaqa oyoq kiyimlar kerak bo'layotgan bo'lsa, sirazi foydalanib qolayotgan joyi katta abyom olayotganlarga skidkalarimiz ham bor deyapti. Nasib bo'lsa, hammasi sifatli oyoq kiyimlar. Atiga 75 ming so'm. Men shu oyoq kiyimlarni men internetlarga ko'radim, 250 ming so'm, 300 ming so'm qo'yadi. Hozir 75 ming so'm ekan. Bitta normal biznesmen olib turib, olna bitta do'kon ochib biznesini boshlayversa bo'ladi. Aksiyalari ham bor ekan. Atiga 3 kun bo'lar ekan bu aksiya. Kelib ulgurib qolsanglar, nasib bo'lsa zo'r narsa. Hammangizga tavsiya qilib qolamiz. Pastga telefon raqamlarini qo'yamiz. Sirazi o'tib bog'lanib, mana shu kim qiziqayotgan bo'lsa, mana shu sifatli oyoq kiyimlarni xarid qilsa bo'ladi. Bu yerning manzilini sizlarga qisqacha tushuntiraman. Urgut Kurugdan Samon bozor tarafiga ketaverishda Dosafti tepasiga ichkari tor ko'chacha. Telefon raqamlarini qo'yamiz, sirazi aloqaga chiqinglar. Foydalanib qolinglar. Durmadan ko'tarib, bor sigir. Yana urush qilyapsizlarmi? Akangga mazasini ko'tarib, tushunma. Bu ketishda menga jabr bo'lmasa bo'ldi. Dadamni oyim tashlab ketmasa bo'ldi. Bu yerda menga hech kim qaramaydi hech ham. O'rtada sarson bo'lib qolmasam bo'ldi. Sizga aytsam bu oyim tashlab ketmaydi. Bahona qilib yuribdilar-da. Qaniydi haqiqatni bilsangiz edi. Bu ayamni eskitdan taktikasi edi. Qo'ying aya, dadamni qiynamang. Qo'ying dada, ayamga yalinmang. Qo'ying aya, ketmasligingiz aniq. Qo'ying dada, o'zingizni qiynamang. Bechora bu dadang mensiz xor bo'lar edi. Men bo'lmaganimda bo'lmish bo'laydi. Dadangni tergab turmasa bo'lmaydi. Dadangga qara, oilam demaydi. Menga aytgan gaplaring yurakka tegdi. Noshukur bo'lmay yashasang edi. Aytib, Qaniydi mehr bilan kelsa yonimga. Men seni mashuncha baxtli qilaydim. qo'ying aya, dadamni qiynamang. Qo'ying dada, ayamga yalinmang. Aya, dadam sizga kirikka suqarigini beryapti. Rostdan? Ha, aytgancha, dadam sizni sevayganlar. Yo'g'e, o'zi dadang yaxshi inson. Endi oilada bir urush bo'lib turadi-da. Hozir dadam chaqirib keladi. Yo'qlar baxtli bo'lsin. Qo'ying aya, dadamni qiynamang. Shohjahon kim birinchi? Qani? Yettibek va Shohjahon. Ha, ketdi davay.
Tezlashtiraman ochiqchalar. Hozir biz Urgutimizdagi eng mashhur faxri shaurmani yangi filialiga kelganmiz. Bu yerda manzilni men sizlarga hozir tushuntiraman. Bularning natijasini videom davomiga qo'yib beraman. Yo'qchalarni qarang, Sardor aka. Gap yo'q. Aka omadingizni bersin. Yangi filial juda ham zo'r joyga joylashgan ekan. Bu yerda manzili Yangi bozor malli past tarafi, o'rta darvoza va 3-darvozani o'rtasiga. Yo'yma bozorchani to'g'risiga. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Bozor bo'yicha dastavkalarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Dastavkasi mutlaqo bepul. Hammangizni kutib qolamiz. Marhamat. Ballarning natijasini ko'ramizmi? Ketdik. Biz syomkani olib kelguncha bular changitib o'tdi. Jumanazar, qaysi birinchi bo'ldi? Uni drapkasi ishlayotganini to'g'ri. Va Jomon akammi bu? U yeb chiqayladi. Ya, bu mana zapravka qilib yotdi hali. Hammangizni faxri shaurmani yangi filialda kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Korotchi Jumanazarga prank qilamiz. Mana qalampurni qo'lga tutamiz, Jumanazarning ko'zini yopamiz. Jumanazar mani yoshlikdan billa katta bo'lgan jo'ra. Yoshlikdan o'zi hazillashamiz. Jumanazar, men ballarda hammasini o'tini bilasan, to'g'rimi? Korotchi, mana shu hammasi men seni ko'zingni yumib turaman. Jumanazar deydi, ovozdan hammasini aytib berishing kerak, qaymi? Tushundingmi? Men seni ko'zingni yumib turaman. Shoshma, sen boshla. Jumanazar. Kim u? Bekotman. Ko'rinmayaptimi? Qani? Bunaqa qani? Ko'rinmayaptimi? Yurtir, shullama. Siz ayting. Jumanazar. Akmal aka. Surish bilyapti. Da, boshqa. Shoshma. Boshqa. Xo'sh. Juman aka. Shojaxon. Yo, shoshma, adashdik. To'xta. Bittang ayt-da. Juman aka. Nodir. Ha, bilyapti. Shoshmaymiz. Bittadan qarang. O'zingiz qarama. Qarab turmang-a, Yedim. Mana qulim, mana. Kemas qarab Adana. Mo'z ko'z yoshlari yig'lab. Nega suv bor? Iloy, mana qamor bilan yusang bo'ladi, qamor bilan. Tez yuvib kel. Biza do'stim bilan kayfiyat uchun hazillashamiz. No'da negativ yozmanglar. Bizlarni kuzatishga davom etinglar.